Şunu içmeydiyim. Assalomu alaykum doktor Ayna, yaxshisizmi? Doğrusuzmi? Doktor Ayna bel og'rigan, bel. Keling Ayna. Bel og'rigan. Nima bo'lyapti Ayna? Shuni ko'pcha yapmanmi, har kuni bel og'riydi. Shu musofirdagi aynalarga aytamiz, shu energetik ichmanglar, ichmanglar, ichasizlar Ayna. Bu belim yaxshi qilmasangiz bo'lmaydi, kvartiradan ham haydaydi. Ketdik Ayna, yuring. Kuniga tualetga qatnag'an. Tushunamman. Hozir men sizni o'zim 100% lechina qilib beraman. Bo'ldi Ayna, tamom. Voy. Qanday bo'lyapti Ayna? Terlab ketibsiz. Kuydiryapti Ayna, kuydiryapti. Kuydirmasa foyda qiladimi Ayna? Voy. Voy. Qanday bo'lyapti Ayna? Voy. Astraxandozmi, pastraxandozmi ketyapti. Voy. Bu rahat ekan qubulay. Voy. Belim yaxshi bo'lib qoldi. Bu brat nima chimchitib jatirsa? Ayna, bu hijama, o'limdan boshqa hamma narsaga foydasi bor bu narsaning sunnati. Yo'q. Ayna. O zo'r ekan esa, u chimchiyapti lekin. Bu gaymaritni ham olasizlarmi? Gaymaritni olamiz Ayna. Bundan tashqari bu yerda bochkalarimiz bor, masajlarimiz bor, hijamalarimiz bor. Gaymarit misol kimda kim qiynalib shu burun bilan problem bo'layotgan bo'lsa, gaymaritni ham lechina qilib beramiz. Zo'r ekan esa, zo'r ekan. Rahmat doktor Ayna. Tamom jangil bo'lib qoldim-ku. 3000 rublga men shu polni davolanib chiqib ketdim-ku. Sizlar borlaringizga shukr. Joningiz omon bo'lsin. 3000 rublga shunday bochka, massaj, hijama, bankasini ham o'zimiz beramiz. Kimda kim aynan nomdan kelsa, еще skidkalarimiz bor Ayna. Aynan murojaat qilaverasizlar. Polni shayna sizni davolab qo'yadi. Na belingiz og'riydi, na shamayna ko'p jugurasiz. Kamgina jugurish bo'lib qolasiz. O'zingiz ehtiyot qiling.